Shu payti ham komissiya keladimi? 50 ming so'm yig'ish kerak deydi komissiya kelsa. Hozir. 50 ming so'm yig'ish kerak deydi komissiya kelsa deydi. 50 ming so'm. Xo'p, abetimga 27 ming so'm qopti. Sho'r peshani doktor. Doktorlar ham shunaqa 5 millionga oylikka. Hozir. Payti ham komissiya keladimi abetim? Nima qilaman endi? Yarashib qo'yaman, mayli. Yo, tushunmayman. Komissiya kelsa, hamma bo'lim mudirlari pul yig'ish kerak ekan. Tushunmayman, nima uchun pul yig'ish kerak? Yo, qorin och keladimi u? Nima emish abedlik qilib berar ekanlar. O'rgandim. Abetingga ham. Uydan olib kelsa bo'lmasmidi? Konteynerga ovqat isitib. Ha, hozir. Chaqirib jonga tegdi-da.